Afg'on urushi bu 9 yil 1 oy 1979-yil 1989-yillar orasida Afg'oniston Demokratik Respublikasi hududida bo'lib o'tgan voqealar. Qatnashchilar bir tomondan SSSR va Afg'on armiyasi, boshqa tarafdan Afg'on muxolifat kuchlari. Aslida bu Afg'on hududiga Sovet qo'shinlarining kiritilishi edi, urush emas. Maqsad Afg'onistondagi rejimni ushlab turish edi. 1985-yilda Sovet qo'shinlari soni hududda maksimal darajaga yetdi va bu ko'rsatkich 108 mingta edi. O'sha yillarda Sovet armiyasining umumiy soni 5,350,000 kishi bo'lgan. Afg'oniston hududida 620 ming kishi harbiy xizmatni o'tagan. Bu davrda mintaqada 15 mingta Sovet askarlari o'ldi. Ularning jasadini germetik tarzda yopilgan ruh tobutlarda keltirishardi. Usti ruhdan bo'lgan tobutning ichiga yog'och tobut o'rnatilgan. U esa o'z navbatida tashishga mo'ljallangan yog'och qutiga solib berkitilardi. Normativ bo'yicha qutining umumiy og'irligi 200 kilogramdan oshmasligi kerak edi va jasad ortilgan qutini tashishda 200 kilogram yuk uchun yukxona taloni ham berilardi. Bu so'zlarni Gruz 200 200-yuk so'zini ta'riflash uchun aytdik. Bu so'z ko'pchilikni qiziqtiradi. Gruz 200 bu Afg'onistonda halok bo'lgan askarning jasadi ortilgan temir tobutni anglatadi. Muxolifatning qancha odam yo'qotgani noma'lum, chunki Sovet va Afg'on qo'shinlariga qarshi juda ko'plab oddiy odamlar jang qilgan. Ularning soni taxminan 2 millionga yetadi. Muqaddima. Sovet ittifoqi va Afg'oniston munosabatlari doim yaxshi bo'lgan. 20-asrning 20-yillarida SSSR Afg'onistonga moddiy yordam ham bergan. 50-yillarda SSSR Afg'onistonga yirik yordam loyihalarini tuzdi va 1954-78-yillar oralig'ida Afg'oniston Sovet ittifoqidan 2 milliard dollar atrofida moddiy yordam, shuningdek kattagina harbiy yordam olgan. Ittifoq davrida Afg'onistonda maktab, kasalxona, ko'p qavatli uylar, yo'llar, zavodlar qurildi. Mamlakatda yuzlab Sovet ittifoqi diplomatlari bor edi. Afg'on komandirlari Rossiyada ta'lim olishardi. Ammo bu mamlakatni hokimiyat uchun ichki nizolardan saqlab qola olmadi. 1973-yilda yuzaga kelgan davlat to'ntarishi natijasida davlat ichida beqaror vaziyat vujudga kelib, 1978-yilda aprel inqilobi yuz berdi. Hokimiyat tepasiga Afg'on Xalq Demokratik partiyasi keldi. Partiya kommunistik g'oyalar tarafdori bo'lib, SSSRga yon bosardi. Muvaffaqiyatsiz reformalar sabab hukumat xalqning noroziligiga sabab bo'ldi. Asosan musulmonlar bo'lgan aholi kommunistik rejimni istamas edi. Bu vaziyatdan SSSRga qarshi bo'lganlar nizo keltirib chiqarishda foydalanishdi. Bular Pokiston, Saudiya, Buyuk Britaniya, Xitoy, Federativ Germaniya, Fransiya, Misr, Iroq, Birlashgan Arab Amirliklari, Yaponiya, Isroil, Liviya, Turkiya, Eron va albatta AQSh. Bu davlat homiyligida Pokiston hududida Afg'on hukumatiga qarshi kuchlar mashq o'tkazib, qurollanishar edi. AQSh va Buyuk Britaniya askarlarni mashq qildirib, qurol berardi. 1979-yilda davlat rahbari Nurmuhammad Tarakiyni Hafizulloh Amin almashtirdi. Har ikkisi ham Sovet ittifoqi kishilari edi. Ammo Amin shafqatsiz siyosat olib bordi. Qatag'onlar, muvaffaqiyatsiz o'zgarishlar. Bu o'zgarishlar fonida chetdan moliyalashtirilgan muxolifat yanada kuchayib bordi. Sovet ittifoqi mintaqada boshqaruvni va tikkan pullarini yo'qotishdan cho'chib, shuningdek Sovet chegaralari atrofida tobora kuchayib borayotgan qarshi kuchlar sabab Afg'on hukumatining mamlakatga Sovet armiyasi kiritilishini so'rab qilgan 20 ta murojaatini bahona qilib, mintaqaga cheklangan armiya kiritishga qaror qiladi. Ilk murojaatdan 10 oy o'tib, ittifoq Afg'onistonga qo'shin kiritadi. Qo'shin 3 oyga kiritildi va bu shunday izohlandi. Sovet ittifoqining janubiy hududlarida joylashgan Sovet qo'shinlarining bir qismini qardosh Afg'on xalqiga yordam maqsadida Afg'oniston Demokratik Respublikasi hududiga kiritish, shuningdek hukumatga qarshi mamlakat hududidan tashqarida tayyorlanayotgan teraktlarning oldini olish. SSSR vazirligining ko'rsatmasida shunday deyilgan edi.
SSSR KGBsi noqonuniy razvedka bo'limi boshlig'i general Drozdov hududga qo'shin kiritish juda zarur bo'lgani, mintaqada AQSh faol harakat qila boshlagani sabab bu ishlar amalga oshirilganini aytib o'tgan. AQSh Xitoy bilan kelishuvga erishib, o'zlarining texnik kuzatuv postlarini SSSRning janubiy chegaralariga o'rnata boshladi. Bundan tashqari, Sovet ittifoqi ilgari ham bir necha marta shu ko'rinishda Afg'onistonga qo'shin kiritgan va uzoq vaqt ushlanib qolmagan edi. Drozdovning gapiga ko'ra, Afg'onistondan qo'shinlarni 1980-yilda olib chiqish rejalashtirilgan. Bundan maqsad Sovet qo'shinlari alohida garnizonlar ko'rinishida muhim obyektlarni qo'riqlashi nazarda tutilib, bu vazifadan ozod bo'lgan afg'on qo'shinlari muxolifatga qarshi qat'iy kurash olib borishlariga imkon yaratish, tashqaridan keladigan kuchlarga xalaqit berish edi. 1979-yil 25-dekabrda Moskva vaqti bilan soat 15:00 da Afg'onistonga kirishga buyruq berildi. Barchasi ittifoq o'ylaganidek bo'lmadi. Afg'on armiyasi jang qilishni istamadi. Armiya hatto butun boshli diviziya bo'lib, SSSR bergan qurol bilan qarshi tarafga ham o'tib ketdi. Afg'on hukumatidan ham foyda bo'lmadi va Sovet armiyasi o'zicha bu rejimning qo'riqchisi sifatida harakat qildi. Muxolifatda afg'on aholisining asosiy qismi bo'lib, ular islom shariatiga asoslangan davlat boshqaruvi rejimi tarafdori edilar. Afg'on rasmiy hukumati va Sovet armiyasiga qarshi jihod e'lon qilindi. Urush muqaddas tus oldi va unga boshqa musulmon davlatlar ham aralashib, mablag' va qurol-yarog' bilan yordam bera boshladilar. Afg'on muxolifat rahbariyati asosan mujohidlardan iborat edi. Mujohid e'tiqod jangchisi deganidir. Afg'on rasmiy hukumati esa ularni dushmanlar deb atardi. Sovet armiyasi esa ularni dushman so'zidan olingan dux so'zi bilan atar edi. Biz 9 yillik urushni batafsil hikoya qilmaymiz. To'qnashuvlar, strategik obyektlar uchun kurashlar bo'lgan. Masalan, 9-desant parashyut rotasining 3234 metr balandlikdagi mashhur to'qnashuvi kabi. Unda 6 ta Sovet askari o'lgan. Raqibning yo'qotishlari noma'lum. Faqat hujum qilganlarning taxminiy soni ma'lum. 200 dan 400 tagacha. Desant parashyut rotasi askarlari soni esa 39 nafar bo'lgan. Rota bu pozitsiyada mahkam turgan. O'sha paytda Sovet armiyasi qattiq tayyorgarlikka ega, yaxshi qurollangan va kuchli edi. 40-armiyaning so'nggi qo'mondoni general-polkovnik Gromovning so'zlariga ko'ra, 40-armiya Afg'onistonda mag'lubiyatga uchradi deyishga hech qanday asos yo'q va xuddi shuningdek biz unda g'alaba qozondik deb aytishimizga ham birorta asos yo'q. Sovet armiyasi 1979-yil oxirida Afg'oniston hududiga hech bir qarshiliksiz kirib, berilgan buyruqni bajardi. Sovet ittifoqi bu urushda mag'lubiyatga uchradi deyilishiga sabab mamlakatda kommunistik rejim barbod bo'ldi. Kommunizm Afg'on hududida mashhur emasdi va unga tashqi tomondan bo'lgan ta'sirlar hisobiga ham rejim quladi. Genshtab boshlig'i Marshal Ahrameyev quyidagicha fikr bildirgan. Bajarish maqsad qilib qo'yilgan, ammo amalga oshmagan birorta harbiy vazifa bo'lmagan. Natija esa yo'q. Biz provinsiyalar markazlarini nazorat qilamiz, ammo bosib olingan hududlarda boshqaruvni qo'lga ola olmadik. Biz afg'on xalqi uchun bo'lgan urushda mag'lub bo'ldik. Butun kampaniya davomida SSSR mintaqadan armiyani olib chiqishga va sulh tuzishga urindi. Afg'on rasmiy hukumati ittifoqning barcha aytganini bajarar, ammo armiya mamlakatdan chiqarilishini istamas edi. Baribir 1988-yil 14-aprelda Pokiston, Afg'oniston, SSSR va AQSh ishtirokida qurolli nizolarni bartaraf etish bo'yicha kelishuvga erishildi. AQSh va Pokiston bu kelishuvga amal qilmadi. SSSR kelishuvga ko'ra qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqdi. Afg'on rasmiylari esa oxirigacha buni istashmadi. 1989-yil 15-aprelda Sovet ittifoqi o'z armiyasini uzil-kesil Afg'on hududidan olib chiqdi. Afg'on urushi Sovet ittifoqiga kuniga 2 million rublga tushdi va yiliga 5 milliard rubl xarajat sarflandi degan ma'lumotlar ham mavjud. Agar bugungi kurs bilan hisoblasak, urush 150 milliard dollarga tushdi. 1991-yil Sovet ittifoqining qulashi va 1992-yil aprelda Afg'onistonda Sovet rejimining qo'llashi tugashi bilan rasmiy hukumat quladi.
Endi Afg'onistonda turli guruhlar o'rtasida o'zaro ichki urush, fuqarolar urushi boshlandi. Bu Sovet ittifoqi boshlagan kampaniya oqibatida kelib chiqqan urushdir va u bugunga qadar davom etib kelmoqda.